Umidjon, Labbay aka. meliyu quritilgan hamma narsani sotyapsan-a? Bu babachaqni tiliga o'xshaydi, qarang aka. Eng zo'r narsa keldi. Bu o'sha tiyanman. Mana bu shunday. Xudo xolasa yaxshi ishlarni boshlayapsan. Inshaalloh doktorlar qilmagan ishni sen qilasan. Yana harakat qil, shu tabiblik, doktorlik, yana nima deydi? Eng zo'r nomzod bugunki Ibn Sino bobomiz avlodlaridan bo'lgan inshaalloh. Nasib qilsin. Nasib qilsin. Mana shu hamma narsaga harakat qilyapsan. Qara, hatto mana tillalarda ichida o'tiribsan. Xonlardek. Xonlarda o'tiribsan. Xayrli bo'lsin. Buni endi o'sha epilepsiya degan kasallikni sezoni boshlandi. Hozir mana har bahor, kuzda boshlanadi. Bularga davo olib kelamiz inshaalloh. Mana beryapsan. Yana eng qiynalayotgan odamlar uchun migren degan kasal bor. Bosh og'riq, sutkalar bosh og'riydi. Og'riq qoldiruvchi qoplab için ko'p odam foyda ko'rmayapti. Endi bularda nimaga foydaliligini, qanday ichish kerakligini aytib bering. Yana 3 shoxli nerv ko'pchilikda shamollab qoladi, yuz tortilib qoladi. Mana shularga ham tiyanmamiz. O'ta juda zamonaviy, foydali desa ham bo'ladi. 2000 yillik tarixga ega. Bir donasini olamiz. Buni 300 gram suvga damlab qo'yamizda, yarmini ertalab, yarmini kechqurun ichiladi bu. Bu 40 kun ichiladi, 10 kun dam olib yana davom ettirilaveradi. Bu miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Buni ichgan odamda tutqanoq kasalligi, Parkinsondagi qo'rquvdan qaltirashlar, yurak xurujlari, uyqusizlik, 3 shoxli nerv shamollashi, juda kuchli depressiyalarga qadimdan foydalanib kelingan bu tiyanma. Bu tiyanmani ichgan odamda sekin astalik bilan mana shu dardlardan bora forig' bo'laveradi. Sababi aka, o'pka xavotirdan, yurak hayajondan, jigar g'azabdan, asosiysi buyrak haqiqiy qo'rquvdan sekin zararlanadi-da. Birinchi navbatda tanada kasallik boshlanmaydi, qalbda kasallik boshlanadi. Har doim hissiyotlarni boshqarsa dardga shifo topilaveradi. Shuning uchun bizlar mana shunaqa tabiiy narsalarni ilinamiz. Bu tiyanma 20 daqiqa 400 gram suvda yoki 300 gram suvda tindirilgandan keyin bir kurushga ertalab, bir kurushga ichgan odamda haqiqiy mana his-hayajon tuyg'ulari boshqarinaveradi. Mana shu darddan aziyat chekkan insonlarga bu dardlar hech narsa bo'lmay qoladi. Hayoti davomida ko'rmaganda bo'lib ketadi inshaalloh. Allohning yaratgan ne'matlari juda ko'p. Biz hali bularni mingdan biri emas, milliondan birini bilmaymiz. Harakat qilyapmiz, o'qiyapmiz, olib kelyapmiz. Alloh seni mendan rozi bo'lsin. Yana bizlarni duo qilib tursin xalqimiz, mana bu podpischilarimiz, yana yaxshi narsalarni topib kelishga Alloh bizlarga kuch-quvvat, g'ayrat ato etsin. Doim tillalarning ichida o'tirib uchun hoji onalarni duo qil, duosini ol. Bu endi tillalar haqiqiy hayot manbai. Suyak yemirilishi, tanadagi grijadan og'riqlar, mana shu spazmlar, kuchli qo'rquv, mana shularga mana shu haqiqiy mo'jiza. Buni ichgan odamda energiya paydo bo'ladi. Buni ichgan odamda haqiqiy quvvat paydo bo'ladi. Bu sizu bizga kerakli narsa. Mana shu sizni sog'ligingiz bilib qo'ying. Mana shu tabiiy tilladan kuchli sizni sog'ligingiz kerakli narsa bu hayotingiz uchun. Bu kasallikka arzimaydi. Mana shuni olib ichganingizda sizni har bir lahzangiz unumli o'tish kerak bu hayotda. Xudo xolasa bizlar mana shunaqa tiyanmalarni olib kelib qo'yganmiz. Buni ichganingizdan keyin ikki bet qip-qizil tillaringiz birro, unaqa asab kasalliklari sizni tark etib yuboradi hayotingizdan. Xudo xolasa eng bosiq, eng tabiiy inson siz bo'lasiz. Xudo xolasa. Bismillah. Baraka top osh bo'lsin. Hamma narsalardan omma ichib ko'ryapsan, lekin natija zo'r. Mana o'zgarish yaxshi, gap so'zlaring dona bo'ldi. Hayotga qarashing boshqacha. Ko'pchilikning duosini olyapsan. Baraka top, o'qi, izlan, yana zo'r narsalarni olibki, xalqqa ilm. Yana ko'plab yangiliklarimiz bor. Albatta. Bitta sirli sandiqchamizdan sizni hayotingizga tatbiq qilishga bizlar kontent qilib boramiz. Kuzatib boringlar, videoni saqlab yaqinlaringizga yuborib qo'yib, qancha salomatliklari uchun qayg'urishingizni bildirib qo'ying. Videoni yaqinlaringizga yuborib, sizni har bir lahzangizda ularni eslab turishingiz bilinib tursin. Bizani Qatortolga kelinglar, 9-10 do'konda tabiiy narsalar bilan sizni kutib olamiz. Xonlardek yashang hayotingizda, xonlardek, Xudo xolisa. Baraka top.